Abbosiylar xalifaligi davrida Mu'tasim billah degan bir xalifa o'tgan. Bu xalifani aqidasida bir oz yanglish bo'lgan, lekin mu'min musulmonlarni xalifalaridan biri bo'lgan. Kunlardan birida Rum shahrida bir odam savdo qilib yursa, arablardan bir kishi savdo qilib yursa, u bozorda bir qul sotilgan ekan. Ya'ni joriya, cho'ri ayol sotilar ekan. U ayol muslima ayol bo'lar ekan. Ya'ni muslima ayol urushda asirga tushgan bo'lar ekan, ularni qo'lida cho'ri bo'lib qo'ygan bo'lar ekan. Haligi ayol bozorda bir qancha pulga baholanib sotildi. Sotib olgan odam haligi cho'ri ayolni, ya'ni muslima ayolni qul qilib, cho'ri qilib sotib olib uyiga olib ketyapti. Haligi ayol bor ovozi bilan dod deb qiyqirib, "Va Mu'tasimah" deb qiyqirdi. Ya'ni, "Ey mo'minlarning xalifasi Mu'tasim, qayerdasan? Meni qutqar" dedi. Shunda haligi sotib olgan odam uni ya'ni mazoh qilib, "Yana qattiqroq qichqir, eshitib seni kelib olib ketsin" dedi. Uni eshitgan haligi savdo qilib yurgan arab yigit o'sha kecha darhol otini jilovlab Mu'tasim billahni xalifani oldiga qarab Bag'dodga yo'lga chiqdi. Kechasi bilan yetib kelib, xalifani askarlaridan xalifani oldiga kirishlikka izn so'radi. "Ey Amiral Mu'minin, bir kishi kelib Rumdan sizni oldingizga kirmoqchi ekan, ruxsat so'rayapti." Amiral Mu'minin Mu'tasim billah mayli kirsin dedilar. Shunda haligi odam xalifani oldiga kirib, "Ey Amiral Mu'minin, men mana shu kelishda hozir Rum shahridan, ya'ni Amuriyadan kelyapman. U yerda bozorda men tijorat bilan yurgan edim. Bir muslima ayolni cho'ri qilib sotdi. Qul qilib birovga sotdi. Haligi odam qo'lidan ushlab uyiga olib ketmoqchi bo'luvdi. "Va Mu'tasimah" deb rosa qiyqirdi dedi. Xalifa Mu'tasim billah bir narsani ichmoqchi bo'lib, qadoqda qo'llarida bir ichimlikni ichmoqchi bo'lib turgan edi. Haligi odam kirib gapirgandan keyin haligi qadoqdagi ichimlikni qo'ydi-da,